Mana o'sha Dodge Charger, Challenger, Ram X va Durango'larni legenda bo'lishiga sababchi bo'lgan dvigatel. Har tarafida 4 tadan o'rnatilgan silindrlar va образный Hemi bo'ladi. O'zini legenda qilgan narsa esa buni o'zini magnitotili bo'ladi. Supercharged 6 yukka ob'yom motor, alt kuchi 707 dan 717 gacha stok holatida bo'ladi. Helicat Radiya yoki Super Stock bilan adashtirmaymiz, chunki ularda kamida taxminan 100 ot kuchi ko'proq bo'ladi. Va bu dvigatelimiz oldin o'rnatilganligi uchun, bu probekli bo'lganligi uchun $12,300 chiqyapti o'zining narxi va bu yoq tomonda BS probek ko'rasizlar va образный qanaqa chiroyli turishini va образный 8 silindrli xuddi shu dvigatel. BS probek yangi magnitotili bo'lmaganligi uchun $9,500 taxminan o'zining narxi chiqyapti. Magnitotilligi $12,300, magnitotilsiz bo'lsa $9,500 chiqyapti. Endi qaysi mashinaga ustanovka qilsa bo'ladi yoki bo'lmasligini ustalar ko'proq yaxshi biladi. Lekin shuni bilamanki, bizlarning ustalar ancha-muncha narsani yaxshi tushunadi. Eng zo'r tarafi buni hali bemalol yana darabotka qilsalar bo'ladi. Darabotka qilingandan keyin yana 100 taga, 150 taga ot kuchini ko'paytirsalar bo'ladi. Narxi ham qimmat emas, dastavka ham muammo emas. Bemalol O'zbekistonga yetkazib berishimiz mumkin.